Assalomu alaykum. Yana tushunmagan joylaring bor ekan. O'shaning uchun hozir bularni baki olinmaydi. Nimaga desalaring, mana buni ham shu holatda qilingan. Mana har bir bakini tagidan meva chiqaradi mana. Hozir olinmaydi. Buni vaqti bor. Men sizlarga olib ko'rsatdim xolos. Mana shunaqa qilib keyinchalik bakini olamiz dedim. Mana ularda mana ko'rsanglar yangi chiqaryapti mana. Bu chiqaradi mana shu joylardan mana. Biz kerakli tarzdasini olamiz. Misol mana shuncha bo'lsa, shuncha tarzdasini olib qo'yamiz. Bu juda samarali usul bu. Mana shu holatda shu anjirlarni yetishtirish samarali holatda mana ko'ryapsizlarmi? Chiqaradi. Har bir bo'g'imidan chiqaradi. Pastda bo'ladi. Ham o'sha yuqoriga ko'tarilgan sari mevasi katta bo'lgan sari biz sekin-sekin olamiz. Hozir bakini olib bo'lmaydi. Buni tomosha qilib borsalaring hammasini ko'rsatib boraman.